Rostdan ham ayollarimiz, qizlarimizning huquqi erkaklardan chanon ham baland. Qur'oni Karimda alohida sura ham bor. Surada aytgan. Ayol zotiga tik qaramanglar degan. Tushunarlimi? Ular shunchalik mo'tabarki degan. Alloh taolaning erkatayi bandasi degan. Ularning maqomi yer yuzida hayoti davomida qo'lni sovuqsiz yo'rmasdan oynani oldida parfumeriya gallanteriya bo'lib haddi katta kichik raisga o'tsin degan oyat bor. Buni aytishmaydi, bekitib qo'ygan hamma. Undan tashqari tibbiy ko'rikdan o'tgandan keyin degan oyat turibdi-da, tibbiy ko'rikdan o'tgandan keyin ayol xo'jayiniga kelib o'rtoq, bilasizmi bu? Mana oyatda yozib qo'yibdi. Ayoli tibbiy ko'rikdan o'tgan tasdiqlangan bo'lsa, homila belgisi bo'lsa, Yigitali minimal ish haqini 10 baravarini 30 oy davomida to'lasin degan oyat bor Qur'onda. 30 oy. Chaqaloqli bo'lgandan keyin emizmasin degan oyat bor. Xohlasa xo'jayini durustroq to'lasa, ko'kidan keyin rozi bo'lsa emizsin degan huquqlar bor. Ayol zotiga nomaqbul gap ayollar tomonidan ham tahqirlash qat'iyan man etilgan. Nomaqbul bosgan birgina qadamini 4 ta erkak guvohlik bersa ham qabul qilinmasin, 4tasi 80 tayoqdan urilsin, o'lsa o'lib ketsin, o'lmasa bir